Assalomu alaykum. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi Farg'ona viloyat hududiy birlashmasi tomonidan tasdiqlangan hamda raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Farg'ona viloyat hududiy boshqarmasi bilan kelishilgan jamoatchilik nazorati tadbirlarini o'tkazish rejasi asosida joriy yilning 9-23 iyun kunlari davomida viloyat hududida tashqi yozuvlar, peshlavhalar, reklama va boshqa axborot matnlarining davlat tili hamda reklama to'g'risidagi qonunchilik talablariga muvofiqligi yuzasidan jamoatchilik monitoringi o'tkazildi. Monitoring dasturiga muvofiq kuzatuvlar savdo obyektlari, dorixonalar, xususiy tibbiyot muassasalari, o'quv markazlari, umumiy ovqatlanish obyektlari, bank va moliyaviy tashkilotlar hamda maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarida amalga oshirildi. Asosiy maqsad iste'molchilarning to'g'ri va tushunarli axborot olish huquqining ta'minlanganlik darajasini baholash, mavjud muammo va kamchiliklarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat bo'ldi. Monitoring jarayonida jami 196 ta xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyati o'rganildi. Tahlillarga ko'ra, 167 ta obyektda tashqi yozuvlar va peshlavhalar davlat tilida to'liq berilganligi, 8 ta obyektda tashqi yozuvlarning to'liq davlat tilida taqdim qilinishida qisman kamchiliklar mavjudligini, 21 ta obyektda amaldagi tartib-qoidalarga rioya etmaslik holatlari mavjudligi ko'rsatadi. Tashqi yozuvlarda chet tillardan foydalanilgan holatlar tahliliga ko'ra 57 ta obyektda davlat tilidagi muqobil axborot mavjudligi, 9 ta obyektda ushbu talablar qisman ta'minlanganligi, 55 ta obyektda davlat tilidagi muqobil axborot mavjud emasligi kuzatildi. Imlo uslubiy va grammatik jihatdan 28 ta obyektda joylashtirilgan tashqi yozuvlarda imlo, grammatik va yoki uslubiy xatoliklar mavjudligi qayd qilingan. Reklama mazmuni bo'yicha 5 ta holatda reklama mazmuni iste'molchini chalg'itishi mumkinligi kuzatildi. Iste'molchilar uchun zarur axborot taqdim etilishi yuzasidan 148 ta obyektda ma'lumotlar to'liq, 19 ta obyektda qisman taqdim etilgan bo'lsa, 29 ta obyektda yetarli axborot mavjud emas. Shuningdek, 78 ta obyektda ish vaqti ko'rsatilmagan, 46 ta obyektda aloqa ma'lumotlari mavjud emas, 36 ta obyektda realizatsiya qilinayotgan tovar, ya'ni ko'rsatilayotgan xizmatlarning narxlari haqida axborotlar ko'rsatilmagan. Monitoring natijalari shuni ko'rsatdiki, viloyatdagi aksariyat tadbirkorlik subyektlari tashqi yozuvlarni davlat tilida rasmiylashtirish hamda reklama qonunchiligi talablariga rioya etish borasida ijobiy natijalarga erishgan. Shu bilan birga ayrim obyektlarda davlat tilida to'liq foydalanmaslik, chet tilidagi yozuvlarga davlat tilida muqobil axborot bermaslik, imlo xatolari, ish vaqti, aloqa ma'lumotlari va narxlar haqida axborotlarning to'g'ri joylashtirilmaganligi kabi kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida tadbirkorlik subyektlariga tushuntirish ishlarini kuchaytirish, davlat tili va reklama to'g'risidagi qonunchilik talablariga rioya etilishini ta'minlash hamda vakolatli tashkilotlar bilan hamkorlikda profilaktik chora-tadbirlarni davom ettirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Monitoring yakuni bo'yicha tahliliy takliflar tayyorlanib, tegishli davlat organlariga kiritilishi belgilangan. E'tiboringiz uchun rahmat.